Biraz fuqaro. Ana işte 312 qaror bo'yicha kirdi bor 100 million so'mgacha bir marta oilaviy tadbirkorlikdan olib ishlatilgan bo'lishi kerak. 50 millionligimiz bor. Mana loyihasi 5 yillik 2 yil imtiyozlar var. İşsizga tegishli yordam topilib beradi. 17 millionlik kiritimiz bor. 4 yillik 6 oy imtiyozlar bor. Bunga ham ishsizga ham sug'urta bilan yo kafillik bilan. Tushunchasiz kafillik bilan 4 yillik 6 oy imtiyozlar bor. Qaysi kerak bo'lsa, bemalol Sug'urta o'tadimi? Sug'urta 17 millionlik o'tadi. Necha foizli? Ayollarga 23, erkaklarga 25. 50 millionlik shu. 312 qaror 100 millionlik, ayollarga 20 foiz, erkaklarga 22 foiz. 6 yillik 2 yil imtiyozlar bor. Yo'nalishlari qishloq chorvachilik, men qaynaman xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarishga beramiz. Qaysi taraf? Sifarizmi? Bosh haloqatim. Aloqadami? Qaysi ma'qul? Mahalla tarafdan 100 millionlik chiqibdilar. 17,5 foiz. Ha, nima 60 qaror bo'yicha. Ha, 60 qaror bo'yicha bor, nima bu? 18 yoshdan bor hozir ham. 18 yoshdan 300 yoshgacha 18 foizdan 100 million beramiz. O'shanga o'zi ham martoydan shakllanadi deb aytdilar. Yo'q, bizga bor o'sha. Hujjatlar bersa, agar bo'lsangiz bo'ladi undan. 60 qaror bo'yicha 100 millionmi? Ayol kishi ham 10 million chiqadi. Ha, ayol kishi, erkak kishi farqi. Ishsizmi? Yo'q, ishli bo'lsa farqi yo'q. 8 yoshdan 30 yoshgacha. Ishsizmi o'zim kafil beraman. Bitta kafil o'tadi. Kafillik bilan qilsangiz ham bo'ladi, sug'urta bilan. Kafillik summasi qancha bo'lishi mumkin? Kafil 5-6 million bo'lishi kerak. Kamidan. 100 millionda summa. Nima? Sug'urta bilan qilsangiz, sug'urta to'lovini qilasiz. 4,8 100 millionga. 100 milliongacha yoki? Yo'q, 2 milliardgacha. Yo'q, naqa bilan biladimi? Yo'q, shu 100 million olmasdan 50 million olsang bo'ladimi yoki? Ha, 100 million 50 million olsangiz ham bo'ladi farqi. 100 Rahmat.